Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham Turkiyaga tayyor holatiga olib keldik. Bu obyektimiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 9 metr, uzunligi 34 metr bo'ldi. Mana shu ko'rinishlarda bir skatli navigasimiz bo'ldi. Hozir sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz. Bu tomoni mana tunga qatirilib bo'lgan tomoni. 35 santimetrdan bo'lgan. Mana shu ko'rinishlarda bo'ldi obyektimiz. Mana ustun xorilari bilan bir tomonga ustun xorilari bo'ldi. Bir tomoni devorni sesna poyez ustiga qatirdik. Har doimgidek materiallarimiz konteyner profildan bo'lgan materiallar. O'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin mana. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Shunga o'xshash katta zdaniya, zavod, fabrikalarning ustilari, uy tomlari, mo'ykaxonalarning ustilari 24 metr, 25 metrgacha bez ustun yopib beraveramiz. Biz xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Hozir bu tepadan ko'rinish holatlari, sizlarga pastdan ko'rinish holatini ham olib beramiz. Mana bu oldiga ustun xorilari bilan mana. Bu tomoni mana 7 metrli bir skatli naves. Bu yeri 12 metrli tunkalarni mana qatirib qo'yganmiz. Haladelli bo'lgan bu yer. Hozir sizlarga pastdan ko'rinish holatini ham olib beramiz. Mana obyektimiz pastdan ko'rinish holatlari mana. Ustun xorilari 4 talik bo'ldi mana. Ustun xorilarimiz oralig'i 6 metrdan, balandligi 5 metr bo'ldi. Firmalarimiz orasiga keladigan bo'lsa, 1,5 dan qo'yib berdik mana. Ustiga tunga qatiramiz, xudo xolasa tunga tayyor bo'ldi. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, 170 mingdan kvadrati 300 mingga dur. Joyiga qarab narx aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab. Mana bu yeri sement-pementga moslab berdik. Hovon kirib bemalol to'kaveradi mana. Bu yercha balandroq bo'ldi. Mana yonboshdan ko'rinish holatlari obyektimiz. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, akalar ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Har doimgidek biz xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Mana shu ko'rinishlarda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.